Ta'limni boshqaruv tizimlari yordamida o'quv kurslari yaratish. Buning uchun uning bulutli texnologiyasi Moodle Cloud'ga kirib, a'zo bo'lishimiz lozim. Ro'yxatdan o'tishdan oldin albatta sayt bilan tanishib chiqamiz. Standart plan, nimalar qilish mumkinligini ko'rishimiz mumkin va o'z planimizni tanlashimiz kerak bo'ladi. Bu yerda boshlang'ich, kichik, o'rta, standart kabi planlar bor va biz demo versiyasini tanlab ko'ramiz. Saytimizga nom berishimiz kerak va albatta uning kengaytmasi moodlecloud.com ko'rinishda bo'ladi. Parol yaratamiz va server regionni tanlashimiz kerak hamda nima uchun ishlatayotganimiz, ism, familiyamiz, elektron pochta hamda mamlakatni tanlaymiz. Avval foydalanilgan ekanligi haqida belgi qo'yib qo'yamiz. Elektron pochtamizni tekshirib ko'rishni so'raydi. Berilgan kodni kiritishimiz kerak va davom etish tugmasini bosamiz. Bu yerda Moodle Cloud'ga xush kelibsiz degan xat keladi elektron pochtaga va Moodle Cloud'dagi saytni nomi, saytni manzili, foydalanuvchi nomi hamda parol. Havola orqali saytga o'tamiz. Xatda berilgan login parollarni terishimiz lozim. Boshlang'ich oynasi quyidagidan iborat. Demak, bu yerda kurs haqida ma'lumotlar berilgan. Mening kursim bo'limi. Birinchi kategoriya bo'yicha demak kurs yaratamiz. Kurs qo'shish, add a new course bandi. Kursga to'liq nom berishimiz kerak. Uning qisqa nomini course short name qismiga yozishimiz lozim bo'ladi. Demak, kursimiz to'liq nom pedagogik dasturiy vositalar. Qisqa nomi esa PDV deb nomlaymiz. Bu yerdan kategoriyalarni tanlash kerak. Hozircha bo'sh. Kursni boshlash vaqti, davomiyligi va ID raqamlari berib qo'yiladi hamda kurs haqida umumiy ma'lumot yozib qo'yilishi kerak. Yozuvlarni o'zgartirish
formatlash imkoniyati bor. Kurs uchun rasm qo'yishimiz mumkin. Buning uchun kompyuterda mavjud bo'lgan rasmni tanlab olamiz. Faylni yuklash tugmasi bosiladi. Kurs uchun demak rasm yuklandi. Kursning formati, qanday bo'limlardan tashkil topishi, bo'limlarning soni, kursning ko'rinishi, ya'ni barcha bo'limlarni bitta sahifada ko'rsatish va tili, talabalarning demak baholari, faolliklari barchasi shu yerdan sozlab qo'yiladi. Saqlash hamda namoyish qilish tugmasini bosamiz. Umumiy ko'rinish quyidagidan iborat bo'ladi. Ishtirokchilar, baholar bo'limi, har bir ishlatilgan nazoratlarda demak foydalanuvchilarning yoki kurs ishtirokchilarining baholarini ko'rib borish, monitoring qilish imkoniyati mavjud. Bu yerda nazorat qo'shamiz. Nazorat ishi uchun demak savollar bankini yaratamiz.